yomon mehmonxonalar. Eng yomon mehmonxonalar qanday mezonlar asosida siz bilsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib ma'lumot tozalik. Agar xonasi, masalan, tanlangan otelning xonalari unaqa toza bo'lmasa yoki yaxshi tozalanmasa yoki masalan ularni masalan kirganingizda qanaqadir hidlarni his qilsangiz, unda siz maza qilib dam olmaysiz. Ikkinchisi bu xonalarning holati. Agarda siz tanlangan o'sha xonangizda qanaqadir mebellari eski bo'lsa yokida qaysi joylarda singanini ko'rsangiz yoki qanaqadir singan, yirtiq narsalarni ko'rsangiz ham, bu ham sizga qanaqadir o'zingizni tabingizga to'g'ri kelmasa yoki uxlagingiz kelmaydi. Bu ham yomon hisoblanadi. Yana bitta faktor bu xizmatlarning pastligi. Xizmatlarning pastligi siz borganingizda, masalan, u yerda yig'ishtiruvchi bo'ladi yoki ovqatlanishda qanaqadir ofitsiantlar bo'ladi. Ofitsiantlarning e'tiborsizligi ham, kichkina e'tiborsizligi ham bu ham bir qaysi darajada xizmatlarning pastligini bildiradi yoki xonalarni vaqtida tozalamaslik. Bu ham xizmatni past ko'rsatishini bildiradi. Agar masalan otel noqulay joyda joylashib qolgan bo'lsa ham, siz u oteldan qanaqadir joyga borishingiz kerak bo'lsa, katta xarajatga tushib qolasiz. Ko'p holatlarda ko'p arzon otellarni tanlashadi-da, saytdan olishadimi yoki tajribasiz agentlar orqali qaysidir otelni olganda $50 arzonga olaman deb o'ylaydi, lekin u otelga joylashgandan keyin qaysidir ikkinchi lokatsiyaga borish uchun transport uchun juda ham katta pul to'lash kerak bo'ladi. Bu ham bir juda ham katta faktor hisoblanadi. Joylashuvi, otelning joylashuvi katta bir faktor hisoblanadi. Yana bittasi qulayliklar. Bu narsa infrastruktura deyiladi. Borayotgan otelingizda agar siz masalan qanaqadir Antaliyani yoki all inclusive shunaqa resortlarga borayotgan bo'lsangiz, basseynlar bo'lishi kerak. Nechtadir basseyn bo'lishi kerak. U yerda agar farzandlaringiz bilan borayotgan bo'lsangiz, o basseynlarni qizdiriladigan deydi. Обогреваемый basseynlar bo'lishi kerak. Agar bu ham bo'lmasa, farzandingiz cho'mila olmay kelishi mumkin. Yokida masalan sport bilan doimiy shug'ullanayotgan odamlar uchun qanaqadir sport zallari bo'lishi kerak. Agar sport zallari ham bo'lmasa, bu o'sha mehmonxonani past darajasi ekanligini ko'rsatadi. Yokida bundan tashqari juda ham ko'p masalan barlar bo'lishi kerak. Kechqurun masalan charchab borgan turist kechqurun o'tirib qayerdadir suv ichishi mumkin yokida barlarga kirib dam olishni xohlashadi. Mana bu keltirilgan qulayliklar ham dam olishingizni yaxshilashtiradi. Yana eng asosiysi ovqatlanish, ertalabki nonushta, kechqurungi nonushta va umuman ovqatlanish va ovqatlarning turlari, restoranlari bo'lishi. Agarda siz ovqatlanayotganingizda, masalan, bir xil har kuni 7 kun tursangiz, bir xil tarzda ovqatlanish bo'lsa, masalan, yoqmaydi. Ko'pgina turistlarimiz ham xohlashadi, чтобы qanaqadir raznoобразие bo'lishi. Har xil, masalan, agar bitta sosiska deysizmi, kolbasa deysizmi yoki go'sht mahsulotlari yoki baliq mahsulotlari, mana shularning ko'pligi ham mana shu otelni yuqori darajada ekanligi va unda ovqatlari shirin ekanligini ham bilish mumkin. Ko'pgina holatlarda bo'ladi, bizning o'zimizning turistlarimiz halol ovqatlarni xohlashadi yokida qanaqadir raznoобразияni xohlashadi. Har xil turdagi mevalarni bo'lishni xohlashadi. Agar past siz otel tanlab qo'ysangiz, mana shunaqa imkoniyatlar bo'lmasligi mumkin va bu ham bir qanaqadir noqulaychilikka olib keladi. Yana ikkinchisi, albatta e'tibor berish kerak, otel tanlayotganda kimga to'g'ri kelishi, kelmasligi. Masalan, ba'zi bir bo'ladi, yosh kattalar xohlashadi, чтобы tanlangan otel shovqin bo'lmasligi kerak yoki shaharga yaqin bo'lishi kerak emas, yokida qanaqadir sokinlikni xohlashadi. Bu ham juda ham важный faktor hisoblanadi. Yana bitta faktor shunaqaki, masalan, narx bilan sifati bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Ba'zi holatlarda shunaqa bo'ladiki, narxi baland, siz olasiz, qilasiz, lekin uni sifat darajasi bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu narsani bilish uchun ko'p holatlarda mutaxassislarga tavsiya etgan bo'lardim. Agar bunaqa xatolarni, mana shu narsa kamchiliklarni bilish uchun albatta saytlar bor, booking.com, TripAdvisor saytlari bor. Ularga kirib, ulardagi reytinglarni ko'rishingiz mumkin yoki o'sha haqdagi fikr bildirgan turistlarning fikrlarini o'qishingiz mumkin. Lekin bir narsani aytib o'tishim kerak, u yerda ko'rsatilgan fotosuratlar yoki fikrlar har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Buning uchun shu otellarni o'zlari borib ko'rib kelgan, tekshirib kelgan, har tomonlama o'rgangan va doimiy ravishda o'rganayotgan mutaxassislar bor, turagentlar bor va mana shu turagentlardan borib so'rab, shu mulohazalarni o'rganishni tavsiya qilaman. Sayohat to'g'risida yoki biznes to'g'risida qaysirisiga ma'lumotlarni olishni istasangiz, albatta bizni kuzatib boring. Biz sizga eng qiziq ma'lumotlarni berib boramiz.